Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men bugun sizga 14-sana 11-oy 1972-yil bir ayol bilan ishlaganman va mana shu sanada mana bu yer ajdod nuqtasi deyiladi. Ajdod nuqtasida 8 sana chiqqan. 8 sanadagi insonlar kimlar? 4 sana, 8 sanada chiqadigan bo'lsa, bu yerda ajdod nuqtasida chiqqanligi uchun karma, ya'ni ajdod tomonidan karmani bajarishi kerak. Bu insonlar ajdod tomonidan karmani bajargandan so'ng ajdod qarab turmaydi. Ajdod tomonidan juda katta boylik beriladi. Lekin bu ajdoddagi karmani bajargungacha uni aniq bilmasa, bilmasa juda ham ko'p uni hayotida savollar paydo bo'ladi. Chunki o'sha masalan ajdod tomonidan berilgan, lekin bu inson talantli inson, bu inson har bir narsada o'ta dono inson. Bu masalan ayol deydigan bo'lsak, ko'pincha bu insonlar ajdod tomonidan karma bajarilishi kerak bo'lsa, qarindoshga tekkan yoki o'ta kuchli sevib turib tegib, so'ng ajrimga borgan. Keyin bir hammadan misoli qarzdordek. Masalan, bu insonga hech kim yordam bermaydi, farzandlari bilan o'zi yolg'iz qoladi va har doim yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Eng svetla energiya deyiladi, eng haligi yorug'lik energetikasi, sof energiyali insonlar bo'ladi va doimo kechirimda yashaydi. Lekin bularni hech kim tushunish yo'q. Bular ruslarda shunday so'z bor, gadki utyonik deyiladi. Ya'ni har bir nima deydi, bir qora oq o'rdak ajrab turadi ajdodda. Bu insonlar juda ham hamma tomonlama idealni bo'lgan taqdirda ham, lekin qayerdandir qalbini qiraydigan, tizzasini shilaydigan voqealar bo'laveradi. Hech kim yomonlik tilolmaydi, hattoki Xudoyimga, Allohga soldim ham deya olmaydi. Agar bu holat sizda ham tanish bo'ladigan bo'lsa, bilingki, ajdod tomonidan siz karmani bajaryapsiz va bu paytda sizga aniqlik va eng kerakli javoblar, ya'ni savollaringizga javoblar juda katta yordam bergan bo'lar ekan. Bunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, masalan, ajrim, hamma sizni tushunmaydi va farzandlar sizni qo'lingizda qolib ketgan.